Biz kanalimiz kuzatuvchilari, bizda juda ham chiroyli misolimiz bor, integralimiz, aniq integral. Shuni ishlashimiz kerak. Xo'sh, qanday qilib ishlaymiz? Xo'sh, demak aytdik, bu integralni ishlashimiz uchun ma'lum bir qismini bo'laklab olib, darajalarni soddalashtirib ko'ramiz. Birinchi masala, ikkinchi masala, azizlar, buni to'liq hisoblab bo'lmaydi. Bu cheksiz, ma'lum bir qismida bir yoyib ko'ramiz. Qani nimaga keladi, nimaga o'xshaydi. Demak, ketdik. Xo'sh, buni yozamiz. X ning birinchisi, xo'sh, ko'paytirilgan qavs ochamiz x, birinchisi ko'paytirilgan qavs ochamiz x, ko'paytirilgan qavs ochamiz x, ko'paytirilgan qavs ochamiz x ning birinchisi. Xo'sh, demak 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu yerda 1 taqsim 5-daraja bor, bu yerda 1 taqsim 4-daraja bor, bu yerda 1 taqsim 3-daraja bor, bu yerda 1 taqsim 2-daraja bor. Aslida azizlar bu cheksiz, ma'lum bir qismida bir yoyib ko'rmoqchimiz, qani nimaga keladi. Demak, barobar, xo'sh, darajalarni hisoblab ko'ramiz. Darajalarni qanday qilib hisoblaymiz? Darajalari, demak, 1 plus qavs ochamiz. Mana 1 plus qavs ochamiz, 1 plus qavs ochamiz. Demak, 1 plus, demak, 1 taqsim 5, 1 taqsim 5, ko'paytirilgan 1 taqsim 4, ko'paytirilgan 1 taqsim 3, xo'sh, ko'paytirilgan 1 taqsim 2 bo'ladi. Demak, xo'sh, shuni hisoblab ko'ramiz. Qanday qilib hisoblaymiz? Demak, 1 plus qavs ochamiz. Demak, 1 plus qavs ochamiz. 1 plus 1 taqsim 4 ni ichkariga ko'paytirib yuboramiz. Xo'sh, 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 5. Xo'sh, qavs yopamiz. 1 taqsim 3 yozamiz. Yana qavs yopamiz. 1 taqsim 2 yozamiz. Yana qavs yopamiz. Demak, 1 plus endi 1 taqsim 3 ni ko'paytiramiz. 1 plus, xo'sh, 1 taqsim 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 plus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5. Xo'sh, qavsni yopamiz, 1 taqsim 2 yozamiz. Ana endi 1 taqsim 2 ni ko'paytirib chiqamiz. 1 plus, xo'sh, 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5. Xo'sh, bundan kelib chiqadi, bizda nima hosil bo'ldi? Xo'sh, cheksiz davom etadi albatta, ma'lum bir qismida ko'ryapmiz. Xo'sh, 1 plus 1 taqsim 1 faktorial 2, mana bu narsani 1 faktorial deymiz. 1 taqsim 1 faktorial deylik shuni. 1 taqsim 1 faktorial plus, xo'sh, 1 taqsim 2 faktorial desak bo'ladi mana bu narsani. Bunisini, xo'sh, plus 1 taqsim 3 faktorial deymiz. Bunisini plus 1 taqsim 4 faktorial, bunisini 1 taqsim 5 faktorial desak bo'ladi. Demak, va hokazo desak bo'lar ekan. Demak, bizda o'zi aslida 1 taqsim 1 faktorial, 1 taqsim 2 faktorial, 1 taqsim 3 faktorial, 1 taqsim 4, 1 taqsim 5 va hokazo. Demak, y ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, y albatta shunga teng. Demak, bizni mana bu ifodamiz mana bunaqa biri bo'lmaganligi uchun bu y minus 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, integralimizni endi hisoblaymiz. Integralni qanday qilib hisoblaymiz? Integral 0 dan 1 gacha, xo'sh, x ning darajasida y minus 1, xo'sh, dx. Y minus 1 boshlang'ich oladigan bo'lsak, xo'sh, x ning y'inchisi taqsim y, integral chegaramiz 0 dan 1 gacha. Demak, 1 ni qo'yadigan bo'lsak, 1 taqsim y ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, 0 ni qo'yadigan bo'lsak, 0 ga teng bo'ladi. Demak, bizning javobimiz 1 taqsim y ga teng bo'lar ekan.